Assalomu alaykum va rahmatulloh. Makka mukarrama Sama Al-Mis mehmonxonamizda 15-oktyabr chorshanba hojilarimizga kechki taomlarimiz, inshaalloh suyuqatlarimiz. Birinchisi ko'cha beryapmiz, ikkinchisi kotletlarimiz. Kotlet beryapmiz hojilarimizga. Qovun, torvuzlarimiz, mevalarimiz, salatlarimiz, ko'katlarimiz. Mevalarimiz, apelsin beryapmiz. Salatlarimiz, ve salatlarimiz, karam, ko'k piyozlarimiz, o'zbek nonlarimiz, hojilarimiz inshaalloh. Hamma yo'g'imiz tayyor, Xudo xolasa. Ya'ni jannatga salomat holda kiringiz deb aytadi. Ha, azizlar, jannat. Bekorga aytilmayapti, bu yer jannat bog'laridan bir bog'. Bu yerda har bir qarish yeri jannat bog'laridan bir bog', inshaalloh. Sendrom Holidays bilan turib yurmangiz yoqdimi? A'lo. Ellikboshlar xizmati. Ellikboshini xizmati baraka topsin. A'lo, Ellikboshini xizmati a'lo. Baraka topsin. Umri uzoq bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 2025-yil noyabr oyiga Umra safariga yo'llanmalar ochildi. Batafsil ma'lumotni hozir Azizbekdan so'rashdan oldin bir narsa aytib o'taman. Hozir narxlarni Azizbekdan eshitamiz. Keyin safarga yuborgan umrachilarimizni videolaridan qo'yamiz. Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa bizda 2025-yil noyabr oyi uchun qabullar boshlandi. Eng yaxshi yangiliklar bilan boshlaylik. Xudo xolasa o'tgan video davomida aytgan edik. Xudo xolasa bizda yaxshi yangilik bo'ladi deganda, yangilikda eng yaxshisi xudo xolasa albatta bizda bo'ladi. Biz qanaqa yangilik bo'lishidan qat'iy nazar siz aziz yurtdoshlarimizga bu yangilikni yetkazishimizdan xursandmiz. Xudo xolasa bu yangiligimiz albatta xalqimiz uchun, ayniqsa vodiyliklar uchun manzur bo'ladi xudo xolasa, chunki juda ham chiroyli holat bo'ldi. Xudo xolasa endi sizlarni ana o'sha chiroyli holat bilan men tanishtirib o'tsam. Eng chiroylisidan boshlaymiz xudo xolasa. Boshlashdan oldin aytib qo'yay, xudo xolasa jamiki mana reyslarimiz to'g'ridan to'g'ri Madina shahriga yo'naltirildi xudo xolasa. Endi Farg'ona, Namangan, yana bir zo'r yangilik Andijondan xudo xolasa faqat Madina shahriga reyslar bo'ladi noyabr oyi davomida. Ko'pchilik to'g'ridan to'g'ri Madinaga yo'qmi deb so'ragan edi. Xudoga shukr, mana Alloh izni bilan hamma reyslar Madina shahriga burildi. Endi maslarni buni kunlari bilan tanishtirib o'tgandan keyin xudo xolasa bular qanaqa paket ichiga nimalarni oladi, xudo xolasa batafsil ma'lumot berib o'tib ketaman. Va video oxirida xudo xolasa mana tanishtirib o'tib ketgandan keyin videoni oxirigacha ko'rsalaring, hatto yurgan yurtdoshlarimiz qanaqa yurishibdi, qatlarga ziyorat qilib sayohatlar qilishyapti, ibodatlari qanaqa kechyapti, oziq-ovqat sharoitlari, mehmonxonalar qanaqa, xudo xolasa batafsil video davomida albatta bo'ladi. Kelinglar endi xudo xolasa sizlarni eng yaxshisi Farg'onadan boshlaymiz. Xudo xolasa Farg'ona Madina yo'nalishida 1-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 8-chi, 10-chi, 11-chi, 12-chi, 15-chi, 17-chi, 18-chi, 19, 22, 24, 25, 26 va 27 noyabr sanalariga mana hozir agar e'tibor bergan bo'lsalaring, xudo xolasa 21 marta reysimiz bor. 21 marta xudo xolasa 4, 5 xudo xolasa Madinaga bo'ladi. Albatta hammasi Madinaga. Xudo xolasa reyslarimiz ularni endi eng ajoyib bo'lgan joyi narxi bilan tanishtirib o'tib ketay. $995 dan to'g'ridan to'g'ri reys Farg'ona Madina Farg'ona yo'nalishida. Endi xudo xolasa Namangan shahridan 5-chi, 6-chi, 7-chi, 12-chi, 13-chi, 14-chi, 19, 20, 21-chi, 26-chi, 27-chi va 28-chi noyabr sanalariga xudo xolasa Namangandan to'g'ridan to'g'ri Madina shahriga reyslarimiz bor. Uni ham narxi $995 dan qilib belgilaganmiz. Endi eng zo'r yangiligimiz andijonliklar uchun. Andijonliklarni Namangan shahridan yoki Farg'ona shahridan kuzatayotgan edik. Endi o'zlarini Andijondan, xalqaro aeroportlardan ketishlari mumkin. Buni qulaylik tomoni andijonliklar uchun Madina shahriga to'g'ridan to'g'ri borib maza qilib ibodat, ziyorat, sayohatlarni qilishgandan keyin 14 kun xudo xolasa Madina va Makka shahrida yurgandan keyin yana to'g'ridan to'g'ri Andijon shahriga primoy reyslarimiz bo'ladi. Qaytish Andijonga xudo xolasa juda zo'r. Endi uni kunlari bilan tanishtirib o'tib ketsam,
noyabr oyini 1-si, 2-si, 8, 9-si, 15, 16, 22, 23, 29 va 30 noyabr sanalariga Andijon Madina Andijon yo'nalishida. Ularning ham narxi $995 dan, xudo xolasa. Endi Toshkent shahriga keladigan bo'lsak, 1-noyabr sanasidan 30-noyabr sanasigacha muntazam qatnovimiz bor. Uni narxi $965 dan, xudo xolasa. 14 kunlik standart paket. 14 kunni o'z ichiga oladi. 3 kun Madina shahri, 11 kun Makka shahrida bo'ladi, xudo xolasa. Madina ziyorat sayohatlari bor. Xudo xolasa, Qur'on bosmaxonasiga ochiq bo'lsa, albatta olib boradi Ellikboshimiz va eng asosiysi Ravza Muborak, xudo xolasa, inshaalloh bor. Kiradi, xudo xolasa. Borgan har bitta ziyoratchimiz kiryapti. Albatta bu avvalo nasib. Xudo xolasa, kim yaxshi niyat qilib, xudo xolasa chetlarga borib Rasulullohni ziyorat qilaman sallallohu alayhi vasallam deb Ravza Muboraklarga kirib 2 rakat namoz o'qiyman, yaxshi niyat qilib yurgan bo'lsa, Alloh hammani yetkazsin. Xudo xolasa, Toshkent shahridan ham bo'ladi. Inshaalloh Toshkentda aytib o'tdim $965 dan deb. Makka shahrida 11 kun bo'linadi. 11 kun bo'lingandan keyin Makka ziyorat sayohatlari, Arafot, Jamarot, Mino, Muzdalifa, xudo xolasa, Nur tog'i, xudo xolasa, Savr g'orlari. Inshaalloh Makkani ko'zga ko'ringan joylariga sayohat, ziyoratlar, Rojihiy masjidiga sayohat va bonus sifatida Qizil dengiz sayohati kiritib qo'yilgan. Bizga bonus qilib berilganmiz. Uni endi biz pul yig'maymiz. Qizil dengiz sayohatiga 25-30 riyoldan borasizlarmi? Yo'q, biz uni narsalar yo'q. Xudo xolasa, shu to'lagan to'lovlarning ichida hamma narsa kiritilgan. Oziq-ovqat sharoitlari zo'r. 2 mahal Madinada 1-chi, 2-chi, obed ujini bor. Makkada 3 mahal, ertalab, obed, ujin ovqatlari 1-chi, 2-chi. Madina shahrida ham, Makka shahrida ham oziq-ovqatlari o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Bangladeshcha, indonezcha, turkcha, arabcha ovqatlar berilmaydi. Xudo xolasa, povurlari o'zimiz vodiyda. Ellikbosh xizmati har bitta reysda bor, aytib o'tib ketaman, xudo xolasa, har bitta reysda Ellikboshisi bor. Xudo xolasa, vodiyliklar uchun juda chiroyli yangilik bo'ldi. Ayniqsa buni narxi, mana ko'ryapsizlar, $1000 pastida hammasi. Bir xil odamlar so'rayapti. Nimaga sizlarda narxlar arzon? Nimadadir qisish bormi deydi. Yo'q, biz hech nimadan qismaymiz. Biz hamma narsani joyiga kerak bo'lsa ortig'i bilan qilamiz deb aytyapmiz. Sababi endi hatto oziq-ovqat, mehmonxonalar, hamma narsalarni biz chiroyli holatga olib kelib berganmiz. Narxi atrofdan ancha arzon. Xudo xolasa murojaat qilishlaring mumkin. Borib kelayotganlar, xudo xolasa, video davomida video lavhalarini qo'yamiz. Xudo xolasa oxirida ko'ringlar, ishonch hosil qilinglar. Endi savollar bo'lyapti. Savollarga keladigan bo'lsak, majburiy ijrodan tahqiq bo'lmasa, berilgan savollar javobini beryapman. Bankdan katta kreditingiz bo'lib, zapretga tushmagan bo'lsangiz, alimentingiz bo'lmasa, qidiruvda bo'lmasangiz, bemalol borishingiz mumkin. Agar bankdan kreditingiz bor, vaqtida to'layapsiz, bemalol borishingiz mumkin. Alimentingiz bor, sizni borishingizga roziligingiz bor, bemalol borishingiz mumkin. Xudo xolasa, borayotgan hamma ziyoratchilarimiz mamnun. Biz xudo xolasa qilayotgan ishlarimizdan, ularga ko'rsatilayotgan xizmatlardan hammalarini ko'nglari to'layapti, Xudoga shukr. Sizlarga ham borishni tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilinglar, xudo xolasa. Qanaqadir qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, albatta javob beramiz. Endi bu oyga 27-28-ga sanoqli joylarimiz bor. Namangan, Madina, Namangan yo'nalishida yangi joy olib ochdik, to'lib qoldi pastda, xudo xolasa. Ulgurganlar bo'lsa, ketmoqchi bo'lganlar bo'lsa, pasportlarini tashlaysizlar. To'lovi eng asosiy joyi, ko'pchilikni qiziqtirayotgan joyi to'lov aeroportda qilinadi. Biz qo'limizdan kelgancha hamma narsani zo'r qilishga harakat qilyapmiz. Siz aziz yurtdoshlarimizdan nimani so'raymiz? Chiroyli odob, axloq bilan xudo xolasa borib kelishlaringni. Inshaalloh ozgina qiyinchilik bo'lib qolsa, qanaqadir muammo, oziq-ovqat yarim soat, 1 soat kechikishi mumkin. Samolyot 1 soat, 2 soat опоздание bo'lishi mumkin yoki oldiga surilib qolishi mumkin. Bu narsalarga juda ham katta vahima qilmasdan, xudo xolasa sabrli bo'lishlarini biz so'ragan bo'lardik. Qo'limizdan kelgan hamma narsani xudo xolasa chiroyli holatga olib kelganmiz. Inshaalloh sizlarning duolaring bilan, sizlarning xudo xolasa qo'llab-quvvatlashlaring bilan yana ham ishimizga sifat kiradi, xudo xolasa. Ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qiling. Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Tojikiston fuqarolari uchun ham bu narsa amal qiladi. Tojikiston fuqarolari ham bemalol murojaat qilishlari mumkin. Ularga ham o'ziga yarasha ligotalarimiz bor. Har doim aytib o'tib ketaman, xudo xolasa bir kun oldin kelishadi. Mehmonxona xarajatlarini o'zimiz qoplab beramiz. Aeroportga chiqib bemalol uchib ketishlari mumkin.
Hammalaringga sog'lik va salomatlik tilaymiz. Xudo xolasa yaxshi kunlarda, yaxshi joylarda Xudo xolasa ko'rishlik nasib qilsin. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. amalda olib falon joyga borsak Uskuf degan bir rohib bor, mana shu mandan ham kattaroq, shundan ko'proq bilib olasan. Uskufni oldiga borib shogird tushadi. Haqiqatda juda ilmi kuchli bo'ladi, lekin fosiq kimsa bo'ladi bu. Odamlarda ehsonga, cherkovda bergan pullarini o'zini ehtiyojiga yoki jamg'argani shu odamlarda xiyonat qilayotgan bu.